Assalomu alaykum. Uyg'ur biz topidagi hurmatlik, sevimlik Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarim. Qandaroq ahvolinglar, yaxshi obdan tug'ansizlar. Menmu yaxshi tudim. Men Kanadaning Toronto shahridan Tuyg'un Abduli. Hammanglarga o'tliq salom. Attigandan beri shu topimizda hurmatlik Samet abla to'g'riliq gazetga chiqqan xabar to'g'riliq har xil talash tartish munozaralar bo'lib o'tdi. Men bu ko'rib o'taman. Ammo menmu yuqorida Tash o'g'li o'xshash, Baxtiyor Nasirga o'xshash ko'z qarashda bo'lganligimni va Samet ablani 35 yildan beri taniydiganligimni, Samet ablaning nəhayət yaxshi, fazilatlik Aksu 1-ci o'rta maktabda o'qituvchi, til adabiyot o'qituvchisi. Yerdan Qirg'izistondan Norvegiyaga kelib, kecha kunduz shu Uyg'ur davası va Uyg'urning kimligi uchun, mavjudligimiz uchun qo'ldan kelishicha xizmat qilgan birisi. Yuqorida isrof degandek, shu Norvegiya Uyg'ur jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurg'uvchilarining biri. Hamda xabarni hammanglar ko'rdinglar. Xabardimi deyilishicha bu bir necha yil burungi bo'lgan ish ekan. Dolqin Aysani va bizning Nuriy Turkalni qaralagandimi bir necha yil burungi, 4 yil burungi narsani qayta o'tirg'i chiqarib, rasmi yolg'onmi bo'lmagan bir narsani o'tirg'i chiqarib, Uyg'ur xalqi oldida va dunyo jamoati oldida biroz obro'ga daxtaruz qilgandek bo'ldi. Ammo ikkili qarindishimizni qalbimizda hurmatlab keldik va bundan keyin shunday qilamiz. Endi Samet ablaning maishida hozir biz bu toplarda o'zimiz sotechiblar, o'zimiz qarab berib, manda bo'ldi, qiptike deb atmay, oldida xabarni mana o'qiganlar qayta Google, mesela ben Norveççe bilmeymem ama Google nimasiga qarab o'qisak, o Samet to'g'riliq gap az, Uyg'ur community to'g'riliq gap chekkan. Demak, cho'g'ini shu yerdagi Uyg'ur jamiyatining qilayotgan xizmatlari Xitoylarning ko'ziga qadalgan bir mix bo'lgan ekan. Buni azroq vaqt o'tkazib turib, hozirgidek Uyg'urningki davosining, ya'ni top xabarlardan ostiga, cho'qqa xabarlardan biroz ostiga tushib, sustlashayotgan bunda kunlarda takrar buni o'tirg'i chiqarib, o'zimizning orasida shunday so't etish, o'zimizning orasida o'zimizning hurmatlagan odamlarni obro'sizlantirishdek bir ishni o'tirg'i chiqadi. Yana buningda yana men deyman, Xitoy bor. Endi Samet ablada bormi desa, bu yo'q. Bu yaqinda aydın bo'ladi. Chunki Samet abla 2 farzandi bor. Ayolimiz ziyoli, o'zimiz ziyoli. Millat uchun, millatning yuz obro'yini tushirish uchun undaq bir harakatlarda bo'lmaydi. Hatto o'ylabmi qo'ymaydi. Bu bir tuhmat. Men davomli buning tuhmat deb qarayman va tuhmat bo'lishiga ishoniman. Yaqinda Xudoyim bo'lsa, sotda aniq bu ariladi. Samet ablani bunda qilishida siz bilasizlar, Norvegiya Oslo munbiri va Norvegiyada Rapto jamiyati va Norvegiyada Nobel tinchlik mukofoti organi bor. Mush o'rinlar bilan Norvegiya Uyg'ur jamiyatining munosabati nayt qo'ya bo'lib kelaylik bugungichilik. Shu 5-oyda yana cho'ng bir yig'inlar bor Norvegiyada, Oslo munbirida. Şuna bu yerda bu lobbychilikni qilayotgan shu Samet abla. Bundaq bir xabarlarning chiqishi bilan shu Norvegiyadagi Samet ablaning yerida turayotgan, shuning bilan hamkorlashayotgan Norveçlar va shu yerdagi Uyg'ur jamoatining oldida yuzini tushirish uchun xabar chiqargan gap. Shuna biz adrab ketmay, sovuqqonlik bilan saqlab turaylik. Sot hükümeti özümüz çıkamaydı, şu yerdekiler çıkarsın. Bu
Samet abla açılgan sottumu bununki baştan ahir inkar qıptı. Bu yalgan bolğandan keyin inkar qıla alaydı. Hem Samet bu sottu çoqum g'alaba qiladi. Sebebi Samet şu yerning tilini ana tildek biladi. Şuna o bir toluqsuz o'rta maktabning o'qituvchisi shu yerda. Shuning uchun o'zaro bir-birimizni ko'nglimizni og'ritmay, yaqindan beri shu to'plardan Mirzat ukam nihoyatda to'plarni jonlantirib, yaxshi, dadil, aktiv indirgan taqib keladi. Alloh razı olsun. Ahmet Hacı ham shundoq. Ammo ma'nonga biroz adrab ketmay, sabr qilib, boshqa ishlarga biroz diqqatimizni berganimiz yaxshi deb qarayman. Rahmat hammalarga. Assalamu alaikum, hürmetli Uyghur biz toplu vatandaşlar. Assalamu alaikum Abdullah efendim. Gaplarınızı anlap bir şey kaptım. Davamlı yana anlayman. Hazır biz bunda oylap baksak, şu dava kılıvatkan, aldıdık septi meňivatkan, aldığımız bayrak götürüp yol başlap meňivatkan, pidakarlık kılıvatkanlarga kılıvatkan hücum nimo dese, bir xil şekilde boluvatıdı hücumlar. Bunda analiz qilib bakaylı biz. Qanday hücum qiladi? Şu cinsi parakendlik, cinsi setçilik bilen sestişning bir taktikisi boluvatıdı dep düşünümen ben. Emdi karşı taraf haqiqiy cinsi parakende ve cinsi hücumuga aşında nimeler uçurap, o rast şunda bolgan bolsa, o aşık uçurgucu taraf adukat tutup sot qilib arz qilsa, yoki şu onu urug' tuqqanlari, yoki qo'lim qo'shlari, yoki ota-onalari, yoki yo'ldoshi eri degandek, yoki o'zi advokat tutib qonun yo'l orqali arz qilsalar, sot uni birdan u yoqdan bu yoq qilib, yo uni jazolaydi, yo turmaga tashlaydi. Ish shundoq. Hozir qanday shakl bo'ladi? Media e'lon qilib etish. Uningki butun haqli, voy Allah deb harni o'g'iz chugilgandeklam başkalar bir chat kaldı. Biz sözleyimizde biz hücum kılmız. Muşunda mı bu mı? Muşunda iş kılan mı? Bu istifa veriş gerek. Hizmeti istifa versin. Derhal yok alsın dedi. İstifa vergen hem işler cimmedi boludu. Cimmedi boludu. Demiş ki cim boludu. Ziyan tatkoçu adam istifa versin lan. Şu vazifesinden mesela dava kılıvatkan adamla. O vazifesi istifa vergenlik lan. Ziyan tatkoçu cimmedi boluvaldı ki. Şunun bilan bu g'alaba qilgan bo'ldimi? Şunun bilan uning ziyni to'langan bo'ldimi? Qarshi taraf nisbatan ziyon uchirgan odam, şunun bilan u xotirjam bo'lgan, u annikinizda ziyonni to'liqlagan bo'ldimi hamda? Biz buni mi o'ylab boqayli? Unda emas, u istifa bersinmi? Ziyon tatquchi odam advokat tutib, sud arz qilish kerak-ku. Arz qilganda qisqa jazo nim qilamdi yoki turmaga soliq qilib yetamdi? Qilish kerak-da. Unda qilmay jimmidi bo'lib oldi. Maqsad nima? O odamni sestib, ish qilmaydiganning bir taktikasi bo'lyapti hozir. Sizlar o'ylab beqinglar. Har ishni undaq shaklda o'ylab boqayli. Men mana shunday o'ylayapman-da hozir. Endi biz deymiz. U agar jinsiy parakandalik yoki jinsiy hujum qilmagan bo'lsa, o'zida aqlsin deymiz. Qarshi taraf nimishga nima advokat arz qilmaydi, ziyon tortquchi odamlar nimishga arz qilmaydi, ular ham arz qilish kerak-da. Bular hozir qanday aqlaydi hozir? WhatsAppda sotsial mediaga chiqib, men aqdim demda. Men hozir men aqdim desa, men jurnalga chiqibdi, men mediada so'zlanyapti, sen qara deb biz yana qara deymiz uni. Yana qara deymiz. Lekin u o'zini sotsial mediaga chiqib o'zida aqlsa biz shuni bilan biz nima deymiz u chaqda? Shuning bilan biz qanoat topamdik. Qanoat topmaymiz. Sen o'zingni aqla, sen deymiz. Qanday aqlaydi? Mediaga chiqib shunday desa, men unda ish qilmagan, men to'kmat qilyapti desak, desa. Shuning bilan unda hozir aqlandingda biz demdik. Biz shunda demdik, biz shunda hukm chiqaramdik. Yo'q, unutmaymiz. Yo'q, haqlasin nima shunday deydi. Sen o'zingni aqlashing kerak, arz qil sotqa deydi. Bu chet elda arz qilsa, u bir kun, 2 kun bo'lmaydi, uzun vaqt ketadi. Buni biz bilamiz, biz bilamiz. Endi ziyon tortquchilar, zarbaga uchirg'uvchilar, ular soqchiga darhol arz qilish kerak. Soqchiga.
O bir delo bo'ladi u. Advokat tutish kerak, sotga arz qilish kerak, agar shu rost bo'lsa. Lekin medialar ochib olsa, mediaga pul bersigan bir narsani e'lon qilaverdi hozir. Shuning uchun bu ish rostmi, yolg'onmi? Biz anglag'uvchilar shunda bir xabar chiqibdi deylik, lekin biz bak qiyochiya qilib allakalla qilib ketmayli. Buni hammasiniki vaqt soati kelganda vaqtni o'tishi bilan bu ishlarning hammasi o'digida g'iz-g'iz bo'ladi. Shuning uchun bizning da'vo qilib o'tib, da'vo qilayotgan oldingi sapda menayotganlarga shunday hujumlar uchirsa, biz darholla biz shu da'vo qiluvchining qarshi tarafiga o'tilib, uning hujum qilishini boshlab o'tmay, qanday qilib shuni qo'g'daymiz yoki bo'lmasa, buni analiz qilish kerak, har turli analiz qilish kerak. Bizmi shu media e'lon qilingan bo'lsa, shu e'lon qilgan medianing manbasini uningdan keyin bo'lsa, agar biz aloqa doiramiz texmi kengroq bo'lgan bo'lsa, ziyon tortuvchi taraflar aloqa qilishib boqaylik. Zot ahvol, mush gaping rasmi? Sen nima sotga arz qilmading, soqchiga arz qildingmi, advokat tutdingmi, sotga dedingmi sen ziyon tortgandan keyin deyish kerak. Dünya Uyghur Qurultayida ishlab, ya'ni Dünya Uyghur Qurultayida vazifa olib, oldingi sapda menayotganlarning xatoligi nima deganda, Xitoyning qarshi maydonda turib qolganligi xatoligi shu. Shuning uchun bundan keyin bularga har xil shaklda hujum keladi bularga. Vatandagi urug' tuqqanlarni vatandagi urug' tuqqanlar ziyankash Xitoyning ziyankashligi boshqa bir gap, boshqa bir tema deb turayli. Chet elda bular qanday hujum qiladi? Bularni navoda o'ltirib yetib qolsa, navoda bularni mashina vaqasida bular ziyonkashlik qilsa, bular qahramon bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Shuning uchun qanday qildi? Chet eldagi Uyg'urlarning orasida bularni qanday qilganda sesish kerak. Bularni ish qilolmaydigan qilish kerak. Bular istifa bergan kunning ertasilar hamma jimjit bo'ladi bular. Hech qanday bular to'g'riliq hech kim bir narsa demaydi. Jimjit bo'ldi. Agar bular shunday davoni oldiga o'tir ekan, bir qism xalqlarning ugiz cho'gilib ketadi. Har ugiz cho'gilib ketadi. Har tarafda g'o'ngildab ketadi-da. Maqollar yozilib ketadi. Bularga rasmiy hujum qiladigan jurnal, gazet, maqollar bundan keyin chiqishi mumkin. Endi bizcha shuning bilan bu rost, shunday qilib mana bo'lmasa jurnal chiqqanda, gazetga e'lon qilinamdi deymiz-da endi.